Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizning mavzusi donason va uning yasalish haqida. Bugungi darsimizning maqsadi. Bugungi darsda sizlar donason haqida ma'lumot olasizlar va berilgan topshiriqlardan aniqlaysizlar. Chiroyli va xatosiz yozish malakalariga ega bo'lasizlar. Do'stlik tuyg'usini, majburiyatini his eta olasiz. O'quvchilar, donason haqidagi mavzuyimiz darslikning 149-sahifasida joylashgan. Demak, 149-sahifani ochamiz. Topshiriqlarga e'tiboringlarni qaratishinglarni talab qilaman. Demak, kitobda birinchi topshiriq berilgan. Birinchi topshiriqda, demak, shartida sonlarni topib, ostiga chizing deyilyapti. Demak, darslikdagi berilgan matnlarni o'qiymiz. Bobur Amir Temur davlatini bitta hukmdor qo'l ostiga birlashtirmoqchi edi. O'shdagi Bobur muzeyiga bir kunda 90 ta, 100 ta ziyoratchilar kelardilar. Bizning sinfda 28 ta o'quvchi bor. Do'sting 100 ta bo'lsa ham oz. Berilgan gaplardagi sonlarni toping. Sonlarni tarkibiy qismlarga bo'ling. Vazifani bajarib bo'lganingizdan so'ng, o'quvchilar, sizlar uchun savol. Sizning do'stlaringiz bormi? Ularning soni nechta? Shu haqida mulohaza qilib ko'ring. Yana do'st haqida qanday maqollarni bilasiz? Endi esa darsimizning asosiy qismi bo'lgan donason haqida nazariy ma'lumotlar olasiz. Demak, donason narsa buyumlarning donalab sanaladigan miqdorini bildiradi. Donason nechta so'rovga javob bo'lib, miqdor songa ta qo'shimchasini qo'shish bilan yasaladi. 10 ta kitob, 7 ta qovun, 3 ta qo'zichoq. Donalab sanalayotgan narsalarning turini ta'kidlash uchun ta qo'shimchasini o'rnida nafar, bosh, tup, gram, litr kabi so'zlar ham ishlatiladi. Masalan, 20 nafar o'quvchi. Aziz o'quvchilar, diqqatingiz qaratishinglarni istayman. Demak, 20 ta o'quvchi deyilishni o'rniga 20 nafar o'quvchi deyilyapti. 10 bosh qo'y, 10 ta qo'y deyishimiz mumkin edi. 5 tup olma, 5 ta olma ko'chati deyishimiz mumkin edi. 100 gram holva, 3 litr sut kabi og'irlik o'lchovlarida demak, shunday so'zlar ta qo'shimchasini o'rnida ishlatiladi. Eslatma: donason ba'zan dona so'zi bilan birga qo'llanadi. 7 dona yong'oq. Bir miqdor soniga ta qo'shimchasi qo'shilganda oxirgi undoshi t ga aylanadi. Bitta tarzida yoziladi. Masalan, bir kitob, bitta kitob tarzida. Endi esa o'quvchilar, darslikdagi mashqlarga e'tiboringizni qarating. Demak, qo'limizdagi darsligimizda 351-mashq berilyapti. Mashq sharti quyidagicha. Berilgan sonlarga ta qo'shimchasini yoki dona, nafar, bosh, tup, litr, gram so'zlarga mos keladigan so'z qo'shib, dona sonli so'z birikmalari yasang. Namuna sizlar uchun 15 soniga 15 nafar talaba deb so'z birikmasi hosil qilish mumkin. Siz ham kitobingizda berilgan sonlarni, raqamlar orqali ifodalangan sonlarni xuddi shunday tarzda o'ziga mos keladigan so'z qo'shib, so'z birikmalariga aylantirasiz. 353-mashqda esa ko'chirib, gaplardagi donasonlar ostiga chizing, ma'nosini tushuntiring. Men sizlar uchun namuna tarzida birinchi gapni olishga harakat qildim. Unaqa og'a-ini mingtadan bitta. Demak, berilgan gapda
yana bitta dona sonni ostiga chizmadim. U siz uchun topshiriq bo'lishini xohladim. Demak, qolgan gaplarni ham xuddi shunday tarzda ko'chirib, ostiga chizasiz dona sonlarni. Uyga vazifa: mening oilam mavzusida insho yozing. Yozgan inshoyingizda esa dona sonlar ishtirok etishi kerak. O'quvchilar, bugungi darsimizning mazmuni shundan iborat edi. O'ylaymanki, siz bugungi darsimizning mazmuniga tushundingiz va oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishdik deb o'ylayman. Demak, siz hayotda do'stlaringizni yaxshi etagidan mahkam ushlashga intiling. Ular bilan har doim aloqada bo'lishga harakat qiling. Og'ir kunlarida yonida hamdard bo'lishga intiling. Uyda esa mening oilam mavzusida inshoni xatosiz, chiroyli qilib yozishga harakat qiling. Uy vazifani mening WhatsApp nomerimga jo'natishni unutmang.